Chorva ishqibozlari Greenford 4 dona местный g'onajilarimizdan kelgan sotuvga. Narx-navlari juda ham yengil g'onajilarimizdan. 4 ta местный, 1 dona Greenford. Kecha kunda qo'ygan semental g'onajimiz xudo xolasa baraka bo'ldi 23 million so'mga. Aloqaga chiqarsizlar, hurmatli akalar, hammasi sog'lom g'onajilarimizdan. Bechalarni bemalol yana kelganda bir qator ko'rib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Narx-navlari o'ta yengil g'onajilarimizdan. Hurmatli akalar, hammasini bir joyga bitta chiroyli narx-nav qo'yamiz. Aloqaga chiqarsizlar. 5 alasi, 5 ta dona g'onajimiz, 5 alasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 70 million so'm bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. 70 million so'm. Ichida bitta shu nima desa bo'ladi? Naslchilik ko'chat g'onajimiz, Greenford, toza g'onajimiz, toza Greenford g'onajimiz. Qolganlari o'zimizning местный, O'zbekistonning o'zining местный mollari. Aloqaga chiqarsizlar 70 million so'm bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. Yo'q, men 4 ta g'onajimni o'zini olaman, pul yengil bo'ladigan bo'lsa deydigan akalarimizga 4 ta mana shu g'onajimiz 50 million so'mga baraka qilaveramiz. Faqat aytilayotgan summadagi g'onajilarimiz oxirgi summalarni aytyapmiz. Hurmatli akalar, shunga qarab aloqaga chiqsanglar yaxshiroq bo'ladi. 12,5 million so'mdan bir joyga bo'lsa, faqat bir joyga bo'lsa 12,5 million so'm. Yo'q, men tanlab olaman degan akalarimizga eng arzon narx-navosi 12 million 300 ming so'm, eng baland narx-navosi 13 million so'm g'onajilarimiz narx-navosi. Mana bu g'onajimizni o'zini adden olaman degan akalarimizga 20 million so'm bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. 20 million so'm. Oxirgi narx-navosi. Juda ham sifati o'tkir g'onajimiz. Qolganlari endi sifati o'tkir deb ayta olmaymiz, lekin narx-navosi juda ham yengil g'onajilarimizdan. Aloqaga chiqarsizlar 70 million so'm bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Sotuvda yana yengil tashlashga tayyor bo'lgan yirik novoslarimizdan bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, lichkamga yozsangiz o'zimizning Telegramda shaxsiy kanalimizdan bor. Plus novoslarimizni videosini tashlab beramiz. Aloqaga chiqarsizlar. Sotuvda mollarimiz bor. Hozir orqalaridan ham bitta chiroyli video qilamiz. Hurmatli akalar, hech qanaqangi aybi yo'q g'onajilarimizdan, aybi nuqsoni yo'q. Orqalari keng, toshlar ostiga ham deyarli javob beradigan g'onajilarimizdan, hurmatli akalar. Semiz. Endi bu g'onajilarimiz hammasi to'g'ri ozg'in, dala sharoitidagi mollar. Hammasi sog'lom, dalada yurgan g'onajilarimizdan. Yurishlarini ham bir qator ko'rsatib, bahosini beraverasizlar o'zlaringiz. 20 million so'm addenni o'zining narx-navosi. Oxirgi narx-navosi 20 million so'm. Toza Greenford g'onajimiz. Bo'g'oz qisirligi aniq emas. Qolganlari 12 million 300 ming so'mdan 13 million so'mgacha bo'lgan g'onajilarimiz. Yurishlariga e'tibor berasizlar, hech qanaqangi aybi nuqsoni yo'q. Sog'lom bo'lgan g'onajilarimizdan. Aloqaga chiqarsizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar 70 million so'm bo'lsa, mana shu 5 ta g'onajimiz baraka bo'ladi. Hurmatli akalar, bitta sigirda 90 million, 80 million, 70 millionga olinyapti. Endi to'g'ri, ularda zoti ham bor, lekin mana shu Greenford g'onajimizni o'zidan puli chiqib ketadigan g'onajilarimizdan. Erta nasibda qochadigan bo'lsa, bitta o'zini puliga xudo xolasa 4 ta g'onajini deyarli bonusga bo'lyapti sizlarga. Aloqaga chiqarsizlar. 70 million so'm bir joyga bo'lsa, baraka qilamiz. Oxirgi narx-navosi, dastavkalar alohida summa bo'ladi. Kecha kunda qo'ygan g'onaji novoslarimiz ham, Greenford novoslarimiz ham hammasi baraka bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar.